antibiotikni dozasi va qabul qilish vaqtini точно o'tkazib yubormasdan aynan vrach shifokoringiz aytgandaka berish kerak. O'z boshimcha 2 kun berib, sal yaxshilanib ketmoqda, to'xtatsammikan deb to'xtatib turib, yana ikkita beradigan mahallini o'tkazib yuborib, qarasa bola o'nglanmayapti, yana deb davom qilib, mana shunaqa chala-chilpa berilish kerak emas. Bunda organizmdagi infeksiyani kuchini yanada oshirib yuborishingiz mumkin. Vrachingiz aytdi, boshida dozalarni точно aniqladingiz, necha kun, necha mahalligini aniq yozib oldingiz. O'sha aytilgan paytlarida, aytilgan vaqtlargacha beringda, davoni 50% dan o'tgandan keyin albatta vrachingiz bilan yana bir marotaba aloqalashing. Vrachingizga holatni tushuntiring, davom qilaymi? Temperaturasi mana shunday simptomlari yo'qolib ketdi. Mana shundaylar yana paydo bo'ldi. Ana shu jihatlariga ham e'tibor bering. Shu o'rinda yana bir qoida, antibiotik bergan paytlarda medlenniy tipdagi reaksiyalar berib qo'yishi mumkin. Qandaydir toshmalar, qizarishlar. Bularni ham albatta shifokor bilan hamjihatlikda maslahatlashib, dorini berishni davom qilish yoki to'xtatib boshqasiga o'zgartirishni maslahatlashib olishingiz kerak bo'ladi. Agar toshmalar, allergiya qandaydir точка высыпаниялар chiqadigan bo'lsa. Doktor Ishchanov Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal.